Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Darslar qiziq bo'lyaptimi? Bugun sizlar bilan hammaga kerakli va qiziqarli dars professional rezyume tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga Canva predlojeniyasi kerak bo'ladi. Bu predlojeniyani Play Market yoki App Store dan yuklab olsangiz bo'ladi. Biz dasturni bepul shablonlardan foydalanamiz. Agar siz pullik shablonlardan bepul foydalanishni istasangiz, kommentariyada pro sutini yozib yuboring. Uni ham o'rgataman. Buning uchun sahifamga podpiska bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, endi birinchi o'rinda Canva'ni yuklab olganimizdan so'ng Canva ichiga kiramiz va poistga rezyume so'zini yozamiz. Bizga bir qancha pulli va bepul shablonlarni chiqarib beradi va maqsadimizga qarab ulardan foydalanamiz. Xo'p, endi shablonlar ichidan yoqqanini tanlab, o'zingizga mos tarzda ranglar, shriftlar va ma'lumotlarni o'zgartirsangiz bo'ldi. Batafsil videoda o'rganib olishingiz mumkin. Qadrli kuzatuvchilar, sizga qanday darslar qiziq? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Keyingi darsni shunga qarab ovozlashtiraman. Hammaga omad. Video foydali bo'lgan bo'lsa, layklarni kutib qolaman.